Assalamu alaykum, qanday yaxshimi? Alloh salomat qilsin inshaalloh. Men bugun Bebelindaning yog' va kir temizleyici bilan safa, ya'ni nima deymiz, qo'ltiq temizlayman, tozalayman. Sizlarga o'rtoqlashmoqchi. Oldi bilan bu qutam bir quruq kelgan bir quti. Hech nima yo'q, mana ichərisində hech bir narsa yo'q. Bununla men bunun ağzida buna da muvafiq miqdarda qo'yaman. Bir ağız ətrafına qoysam yeterli. Bir ağız azraq qapda qoyub etdim. Aslında bir ağız qoysam yeterli. O'shani az qağını qoyub etdim. Ama lekin bunun üstüge muvafiq miqdarda su olaman. Mana ko'rganlaridek mana mushunchalar kirmaslarni tozalash uchun to'xtatib turgandim. Mushalatda. Mana yana mushundan mana yog' va kir temizligini siqaman. Ko'rganlaridek. Misalan ko'kstay. Ana lekin quruq bir mikrofiber bezim bor. Gözümün miyadaki qarırlaq chiqib ketdi. Mana bu qari chiqib ketdi. Tamam, bu yanımı ko'ksib qo'yay. Men shunun bilan tozalayman. Gözümün mavi chiqib ketdi. Gözümün chiqib ketdi. Mushalatda qo'ltiqlarimni eytiman. Şu nima deymiz, to'p ketgan yerlarni shunun bilan siqib turib, eytib, keyin bu quruqlati bilan to'l qilib turib, pakosi bilan eytib chiqarib etdim. Quritib, mushalatda eytdim. Sizlarga o'yinlardagi qo'ltiqlarni va bo'lsangni bo'ldi. Shu Bebelindaning haqiqatan bek tavsiya qilaman. Men bek yoqtirib ishlatyapman bu markaning har qanday narsalarini. Bu yog' kir temizleyici bilan sizlar oshxona gaz o'choq, ondan keyin nima deymiz, sizlarga bu statku kiyimlardagi yog' kir chiqmagan kirlarga, kiyimlarga oq kiyim bo'laveradi. Siqib turib ishlatsanlar bo'laveradi. Haqiqatan men bek yaxshi kiyim-kechaklarga bo'ladi. Oshxona dolaplarga hammasiga bo'ladi. Mana ko'rdinglarmi, hamma yeri chiqib ketdi. Hozir salnam qurusin. Qurusa taxam chiroyli ko'rinadi. Mana. Qurusa taxam paket chiqadi.